Yosh tadbirkorlarni ko'p holatda ishi muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Bilasizlarmi nimaga? Bunga sabablar bor va o'sha sabablarni mukammal qilmaganlari uchun bo'ladi. Men yosh tadbirkorlarga 3 ta maslahatim bor. Birinchisi, masalan, qanchalik katta kichkina kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar, nechta lavozim bo'lsa korxonangizda, har bitta lavozimda o'zingiz ishlab chiqqan bo'lishingiz kerak va aynan o'zingizni korxonangizda желательно. Va shunda bilasizlarmi? Har bitta lavozimdagi ishlayotgan xodimingiz qanaqa qilib to'g'ri ishni muvaffaqiyatli bajarishini bitta siz bilasiz. Va nimaga siz? Chunki bu kompaniya sizniki va bundagi har bitta xodimning muvaffaqiyati bu sizni butun boshli kompaniyangizning muvaffaqiyati hisoblanadi. Ikkinchisi bu albatta o'zingizni ustingizda ishlash, kunma-kun. Ya'ni siz bir endi predelga yetdingiz va o'shani o'zida to'xtab qolish emas. Dalshi o'sha sohangizda, o'sha yo'nalishingizda ustida ishlayvering. Va uchinchisi, maslahatim, boshqa yo'nalishlarga qiziqmang hech qachon. Boshqa biznes olaman, qo'shimcha ikkinchi направление qilaman, bunisi yomon bo'lib ketsa, unisi поддержка qilib yuboradi deb o'ylamang. Hardan bilingki, bitta yo'nalishda oxirigacha borsangiz, mukammaliga yetib borasiz va eng katta natijaga yetib borasiz albatta. Hech qachon xato qilishdan qo'rqmang. Xato qildingizmi, xursand bo'ling, chunki siz keyingi safar u xatoni qilmagan bo'lasiz. Birinchi xatoni o'zida qo'lingizni ko'tarmang, taslim bo'lmang. 3 ta shu maslahatimga ahamiyat berib o'shani ustida ishlasanglar, albatta 100% kelajaginglar ravon bo'ladi va ishoninglar, men ham qachondirlar sizlarga o'xshagan yosh tadbirkor bo'lganman. Har bitta qadamim, xatoim men uchun yengillik bo'lgan va dars bo'lgan. Qarabsizlarki, yillar davomida shu darajaga erishdim. Endi bilasizlarmi, uncha-munchaga men taslim bo'lmayman va uncha-munchaga men yutqizmayman. Mana shu narsani o'rganishingiz kerak bo'ladi.